Tömür Eli Paşa. Tömür Eli 1886-yılı kuzda hozirgi Turpan viloyatining Toqsun nahiyasida vatanparvar dehqon Ahmet Hacim oilasida dunyoga kelgan. U dastlab o'z yurti Toqsunda dehqonchilik bilan shug'ullangan. 1920-yili ayoli bilan kuchaga ko'chib berib, harvukashlik qilgan. 1924-yildan boshlab u Tarim vodisidagi bütün harvukashlarning karvon beshiga aylangan. 1911-yildan 1931-yilgacha bütün Sharqiy Turkiston miqyosida milliy zulmning kundan kunga hassilab kuchayishi natijasida 1931-yili bahorda Qumulda Xo'janiyaz Hojim boshchiligida ikkinchi qitimliq milliy mustaqillik inqilobi portlagan. Har qaysi joylardagi zulmga qarshi turish pozitsiyasini kutib turgan barcha xalq mazkur inqilobni qizg'in qo'llagan. Natijada mazkur qo'zg'olon 1933-yilga kelganda nihoyat tezla Qumuldan Turpan, Toqsun, Pichan va Ko'rli qatorliq joylargacha kengaygan. Kuchada turayotgan Tömür Eli, Qumul, Turpan, Toqsunlarda qo'zg'algan qo'zg'olonlarga ovoz qo'shib 1933-yili 1-oyning 27-kuni shoyarlik Hadi alam bilan birlashib Bugurda qo'zg'olon ko'tirib, shu yili 12 fevral tun nisbida hozirgi Kuchani shiddatlik jang bilan ozod qilgan. 2-oyning 14-kuni Tömür Eli boshchiligidagi qo'zg'olonchilar dinniy zot Abdul Rahmanni hokimlik saylab 200 dan ortiq odamdan tashkillangan qo'g'dinish atirti qurgan. Shu chaqda Kuchani 200 dak askar saqlayotgan bo'lib, ularning boshlig'i Janshikuy shahar darvozasini ching etib olib qarshilashgan. Kuchaning omma vakillari qo'zg'olonchilarni kutib olgan. Tömür Eli boshchiligidagi milliy qo'zg'olonchilar shaharga besib kirib, Janshikuyni bütün oilasi bilan qo'shib o'ltirib etgan. Shaharni saqlayotgan Uyg'ur askarlar jang qilmayla taslim bo'lgan. Tömür Eli bu qitimqi harbiy yurishda Baydiki Yaqeriqda Jinshurunning ilg'or qismlari va Qashqardan kelgan Mashavu askarlari bilan urushgan. Bu chaqda Jinshurunning ilida turishli qo'mondoni Jang Piyuanning bir qism askarlari tuyuqsiz Muzart davuni tarafdan yordamga kelib qolgan. Tömür Eli ular bilan 3 kun to'xtamay urushib, bu urushdimi to'liq g'alaba qilgan va ularning zamonaviy beshatar miltiqlariga ega bo'lgandan keyin jangovarligi yanama eshib, davomli Oqsuga qarab ilgirlagan. Tömür Eli Oqsuga kirgandan keyin Xo'janiyaz Hojim uningga diviziya komandiri unvonini berdi. 1933-yili 3-oyda Osman Eli boshchiligidagi qirg'iz askarlari Qashqar shahriga hujum qilib, Qashqarni ishg'ol qildi. Osman Eli o'zini diviziya komandiri deb jakarlaydi. 1933-yili 4-oyning 8-kuni Tömür Eli qo'shinlari Yangchimin askarlarini tarmar qilib Qashqar shahriga kirdi. Madotay Qashqar hokimiyatini va davlat xazinasini Tömür Eliga o'tkazib berdi. Osman Eli Tömür Eliga bo'ysunib qirg'iz qismlari bilan Jumlaq shaharga o'rinlashdi. Tömür Eli vali mahkamasiga o'rinlashdi. Bu kunlarda Xo'janiyaz Hoji bilan Majunning o'rtasida cho'ng ixtilof tug'ilib, ikki taraf o'rtasida to'qinish yuz berdi. Xo'janiyaz Hojim Shingsay bilan ittifoq tuzishni qaror qilganligi to'g'risida Tömür Eliga xat yozdi. Xat Gochungdan yozilgan bo'lib, uni Tömür Elining Toqsunliq yaqin do'sti Shirvaxun degan kishi elib kelgan edi. Tömür Eli Shingsay ukam To'xtaxunni chanab o'ltirgan. Uning bilan do'st bo'lmayman. Majunning musulmon. Uning bilan urushsaq ravo bo'lmaydi. Men bu ishga qo'shilmayman, deydi. Qirg'iz Osman Eli bu xatdan xabar topgandan keyin Tömür Sijonga nasihat qilib, yangi shahardagi tungallarning payli buzuq. Ularni qurolsizlantirayli, deydi. Tömür Sijon tungallarning sal qarg'usiz bir kuchga aylanganligini
navoda ikki taraf orasida to'qinish chiqib qolsa, Qashqarda qattiq qirg'inchilik bo'lish xavfini chiqish qilib, buningga qo'shilmaydi. Shuning bilan bu ikki azamatning o'ttirsidimi ixtilof tug'iladi. Qisqasi, Osman Eli aslida Temur Eliga eng sodiq bir kishi edi. Shu vajidan Qashqardagi jaholatning homiyleri Tungan banditlari bilan til biriktirib, Osman Eli bilan Temur Elining orasini buzib, Temur Elining eng sodiq odamini uningga dushman qilgandan keyinla Qashqarda 97 kun saltanat surgan qo'mondan Temur Elini yo'qotish suiqasdini inchki planlagan. 1933-yili 8-oyning 8-kuni chorshanba Temur Eli Osman Eli'ni qo'g'lab taqqa chiqqan qismlarning orqasidan mashina bilan langarga chiqqanda To'g'raq Mazar degan yerda yo'lning ikki tarafida turgan 200 dan ortiq otliq Tungan askarlari dastlabda uni qizg'in qarshi oladi. Ammo qo'mondan Temur Eli mashinadan tushgan fursatdan foydalanib, Tunganlar Temur Eli, Zoir Qazon, Imin Palvon, İbrahim Qari, Şopur Savut Axun qatarlıq 5 kishini etib o'ltirib, qo'mondan Temur Elining qonliq beshini kesib Qashqarga elib keladi. Shunda qilib Temur Elining Qashqardagi hayoti va huquq tutgan vaqti oranla 97 kun davom qiladi.